Raspakovkachik. Adidas bilan Nike'dan kiyim oldim va bitta sumka oldim. Birgalikda raspakovkachik qilamiz va O'zbekistondagi narxi bilan solishtiramiz. Ketdik. Tadam! Chilavek tovuq bo'lib qoppanmi? Nike'dan shunaqa dvoyka oldim. Ertalablari erta turib yugurgani chiqqani. Sport bilan shug'ullanmoqchiman va sog'lom yashamoqchiman. O'shanga. Hamma meni semiz deb o'ylaydi, yo'q, semiz emasman. Bandajam taqmaganman, mana ko'tarib ko'rsatib qo'yaman. Qale, buni $150 oldim. Qo'lida shunaqa narsasi bor. Juda ham sovuq material, rosa yoqdi. Maza qilib ko'chaga chiqib, endi yuguradigan va sport bilan zanimatsiya qiladigan kontentlar kutsanglar bo'ladi. Endi ikkinchisini ko'rsataman. Tadam! Adidasdan shunaqa dvoyka oldim. Tepasi futbolkali va kapushonli, pasti esa qaranglar, shimma antikvar. Menga rosa ham yoqdi. Pasti shunaqa. Bu dvoykani $250 oldim. Rosa ham qimmatga, lekin menimcha shu pulga arziydi. Va $150 ga shunaqa sumka oldim. Qaranglar, mezi, eng qizig'i buning ichi katta, hamma narsa sig'adi. Katta. Shunga menga rosa yoqdi. Mana tepasi yopishadigan ekan. Zamokli emas, yopishadigan, nima deydi, magnitli. Xullas, mana shunaqa sumka va Adidasdan shunaqa dvoyka oldim. Qaysi biri sizlarga ko'proq yoqdi? Adidas yoqdimi yoki-da Nike yoqdimi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Har bittasining narxini aytib bordim. Bu qimmatmi, yo'qmi? Unisini ham yozib keting.